Hozir katta qurilish kompaniyalari uchun o'zini shaxsiy IT bo'limi bo'lishi juda ham muhim, chunki loyihalar kattalashib ketyapti va ularni birdaniga kontrol qilish juda ham qiyin. Hozir men sizlarga o'zini dasturiy ta'minoti bilan sizga tayyor outsourcedagi IT bo'lim xizmatini taklif qiladigan bir aka bilan tanishtiraman. Nursulom aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, o'zingizni dasturiy ta'minotingiz va taklifingiz haqida nima deya olasiz? Xo'p, dasturiy ta'minotimiz raqamli qurilish deb nomlanadi. Qurilish jarayonlaridagi barcha jarayonlarni o'z ichiga olgan. Moliya, xodimlar, xomashyo mahsulotlari, ustalar barchasini to'liq nazoratini beradi qurilish kompaniyalari uchun. Qurilish kompaniyalari uchun bizning taklifimiz, biz ularni korxonalariga IT bo'lim sifatida kiramiz va barcha bo'limlarini to'liq avtomatlashtirib beramiz. Dasturimiz 100% onlayn holatda ishlaydi. Bu qurilish kompaniyalari uchun istalgan joylarda obyektlarni olishlari mumkin. Masalan, odatda Toshkentdagi qurilish kompaniyasi vodiyda yo vohada qurilish qilsa, ma'lumotlarning yetib kelishi haftalarga cho'ziladi. Bizda dasturimizda real time'da, ya'ni ayni bir qurilish vaqtida bo'layotgan jarayonlarni ko'rish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar 100% sir saqlanib qolishligini kafolatini beramiz. Biz mana shu korxonani IT bo'limi sifatida faoliyatini olib boramiz. Zo'r. Yana bitta narsani aniqlashtirib o'tib ketish shart. Bu CRM tizim emas. Yo'q, bu CRM tizim emas. Bu imini qurilishda texnik tomondan nazorati uchun maxsus programma. Xuddi shunday. Xo'p, bu programma juda ham qiziqtiryapti. Qurilishda baribir endi bu narsa bo'lib turadi. O'g'irlik mavzusi qanday oldi olingan? Xo'p, o'g'irliklar asosan xomashyoda bo'ladi. Xomashyo o'g'irliklari 100% ushalgan. Ya'ni xomashyo tarixini ko'radigan bo'lsangiz, ta'minotchi olinadi, snabjens, ya'ni snabjensdan omborchiga, omborchidan prorabga kelib tushadi. Shu jarayonda har bitta olingan xomashyoni va qurilish instrumentini javobgari qaysi xodim ekanligi aniq belgilangan. Ruslan aka, qoyil gapingiz bo'lishi mumkin emas. Sizga qanday qilib aloqaga chiqsak bo'ladi? Xo'p, quyida biz raqamlarimizni qoldiramiz. Shuningdek, raqamli.qurilish.uz sayti bilan bizni kontaktlarimizni topishlari mumkin. Bunaqa IT imkoniyatlar doim ham uchramaydi. Shu sabab menimcha hozir integratsiya qilgan qurilish kompaniyasi keyingi safar masshtablashayotganda ancha prosesslari osonroq bo'ladi va top menejerlardan ancha bosh og'rig'i yechiladi va shu sabab Nursulom akaning xizmatlarini taklif qilamiz. Rahmat.